ta'siri bor. Shuning uchun qizlar qaysi yo'nalishda bo'lsa ham, o'zingizlarni karyeralarni mustahkam qilmoqchi bo'lsanglar, rivojlanmoqchi bo'lsanglar, birinchi o'rinda ota-onamiz bilan yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak. Ular bilan bo'lgan aloqalarimizni to'g'rilashimiz kerak. Ularni nafaqat karyeramiz rivoji uchun, balki shunchaki bizni ota-onamiz bo'lgani uchun, bizni dunyoga keltirib, tarbiyalashgani uchun hurmat qilishimiz kerak, borliklaricha qabul qilishimiz kerak va yaxshi ko'rishimiz kerak. Bitta kaliti mana shu. Va ikkinchi kaliti har bir vaqtimizni to'g'ri taqsimlashimiz kerak muvaffaqiyatga erishish uchun. Masalan, ko'p qizlar men yoshligimda maktab paytidan boshlab Instagramga kirmasdim, filmlar ko'rmasdim ortiqcha yoki parklarda aylanish, umuman unaqa narsalardan yiroq bo'lganman. Bo'sh vaqtim qolsagina kitob o'qirdim yoki yana yangi qanaqadir to'garaklarga yozlardim va hozirgi kungacha vaqtim shunaqa taqsimlanadi. Masalan, bir kuninglarni oladigan bo'lsak, 1 soat sportga, 1 soat kitob o'qishga, 2 soat o'zimizni sabab o'ylayman, mana shu ayol qizlarimiz oilani birinchi o'ringa qo'yib, farzand tarbiyasini o'z yo'liga qo'ygani sabab deb o'ylayman. Ko'raman, juda ham ko'p havas qiladigan ustozlar bor, Instagramda ko'ramiz, biznes ledilar bor. Har birini muvaffaqiyatli odamni yaxshilab qarasanglar, oilasi, farzandi bo'ladi, ularga ham to'g'ri vaqt taqsimlab, ularni ham tarbiyasiga vaqt ajratishadi. Ertaga turmushga chiqasiz, bu juda jiddiy savol. Mana beshik ikki tomoni, bir tomonni otasi allaytadi, nima aslida shunaqa bo'lgan. Bir tomonni onasi. Undan keyin bu stereotiplar, radikalizm kirib otadi. Noto'g'ri, ota ham, ona ham allaytadi. Shu beshikda turmush o'rtog'i o'rtada turadi. Mana turadi. Beshik va meni tanlaysan, tamom deydi. Qaysini tanlaysiz? Qanday savol? Tushunadigan va menga hamkorlik qiladigan partner. Mani turmush o'rtog'im shunaqa bo'lgan, shunaqa aytdi. Qo'llab-quvvatlaydigan. Rahmat kattakon aytganingizga. Marhamat, qizlarimizga savol bor ekan. Lekin endi mani turmushga chiqsiz menga. Bundan keyin mana shu faoliyatingizni qilmaysiz. Deganda kimni tanlaysiz demoqchi? Ustoz, agar men hozir oilani tanlayman desam, ozgina noto'g'ri gapirgan bo'laman. Shuning uchun turmushga chiqishim ozgina kechikyapti deb o'ylayman. Juda ham ko'p takliflar, sovchilar keladi. Hammasi karyerani yig'ishtirib uyda o'tirsin deydi. To'g'risini aytaman. Lekin men bu orzularimga erishish uchun qancha duo qilganman, sabr qilganman, yoshligimdan beri ishlab kelganman. Men tayyor emasligim uchun hali turmushga chiqa olmayapman va ko'p o'sha kelgan sovchilar ham qizingiz yig'ishtiradimi ishlarini, bizga shart emas ishlab pul topishni deyishadi. Shuning uchun turmushga chiqishim ozgina kechikyapti deb o'ylayman. 21 yosh hali kechik emas. Kutyapmanki, hammasini to'g'ri tushunadigan yoki mana shu modellik sohamda bo'lmasa ham boshqa biznes qilishimga ruxsat beradigan turmush o'rtoq chiqishini kutyapman juda ham. Biznesni tushunadigan va menga hamkor nima desanglar qizlar, har bir ayol qizda birinchi o'rinda sog'liq turadi. Sog'lig'imizga katta ahamiyat berishimiz kerak, bu birinchi o'rinda. Undan keyin bizni psixologik holatimiz, sizlarning ichki ruhiyatinglar qanaqa bo'lsa, hamma narsaga bu ta'sir bo'ladi. Ko'p qizlarni bilaman, tez asabiylashib ketadi. Kimdir ularga sal yomon gapirsa, ovozni ko'tarib baqiradi. Etika, estetika juda ham muhim va psixologik holatimiz. Har bir narsaga yaxshi ko'z bilan qarashimiz kerak, yaxshi o'y-fikrlar o'ylashimiz kerak. Kimdir bizga nimadir sal noto'g'ri gapirsa ham, to'g'ri ma'noda ularga javob qaytarishimiz kerak. Bu nafaqat modellarda har bir ayol qizdek aytib o'tyaman va undan so'ng mana tashqi ko'rinishga o'sha yetib kelsak bo'ladi. Tashqi ko'rinishga ham katta ahamiyat berishinglar kerak. Ko'p qizlar meni chiroyim yetarli emas model bo'lishga yoki sahnaga chiqish uchun meni chiroyim yetarli emas deb o'ylaydi. Alloh sizlarni shunaqa yaratgan bo'lsa, sizlar ularni shunchaki qabul qilishinglar kerak. Meni ham aytadi, 1.60 bo'ying bilan sen aktrisa, model bo'la olmaysan. Birinchidan bo'ying past, ikkinchidan chiroying yetmaydi deyishadigan boshlab. Hech qachon qiz bolaga mayli hech qachon demay, hali yoshman. Shu yoshimgacha bildimki, faqatgina onamiz bizga do'st bo'ladi qizlar. Faqatgina onanglar do'st haqiqiy bo'la oladi. Qolgan qizlar bilan uchrashishinglar mumkin, birga obed qilishinglar mumkin, vaqt o'tkazishinglar mumkin, lekin chin do'st qiynalgan kuninglarda hech qaysi bir qiz bola o'rtoq turib bermasligi mumkin, faqat onamiz turib beradi. Shuning uchun onanglarni borligicha qabul qilinglar, ular bilan yaxshi munosabat bo'linglar, ular bilan o'rtoq bo'linglar.
va o'zinglar ham kelajakda qiz ko'rsanglar, qiz farzand ko'rsanglar, shunaqa maqsad qo'yinglar. Hozir balki onanglar bilan yaxshi munosabat yo'qdir sizlarda, lekin men qiz farzand ko'rsam, qizimga o'rtoq bo'laman. Uni hammasini eshitaman deb o'zingizga maqsad qo'yinglar. Shundan keyin jamiyatimiz to'g'rilanib ketaveradi yaxshi tarafga. Rahmat. Vaqtimiz juda ham kam qoldi.